Yakka sog'onlar akalar. Rossiyskiy yakka sog'onlar. 30 milliondan narx aytilayotgan akalar, hammasini 68 millionga berishmadi. Ammo bo'ylari 1.35, 1.40 ga yaqin suveli katta mollar. G'arib ekan. Barakasini beraversin. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa bittadan like bosib ketaverasizlar akalar. Sigirimiz savdo bo'lyapti akalar, bolasi xunazin. O'zi ham xunazin. 41 million savdo bo'lyapti. 41 mi aka? Birinchi bolasi shekilga buni. Bo'ylari 1.35, 1.40 yaqin. Bunisini nesbi qilishdi aka? 34. Bolasini ovozsa buni. Ovozga o'xshaydi ekan. O'sha sutga to'yib ekanda janovi. 34 million savdo qilishdi akalar. Bu semental shoqligi sal kichkinarog'i. Nechta narx aytyapsiz bunga aka? 40 narx aytyapmiz. Nechta tuqqan bu? Uchinchisini berganman ga ham, olganman-da. Suti nechta ekan buni? 4 oylik edi. 10 ta. 10 ta suti bor. Bolasi ham toza ekan bu. 40 million narx aytilyapti akalar, 34 million savdo qilishga 10 ta sutga. Navbatda shved sigirimiz akalar. Bola buqa 15 ta sutga 46 million, 47 million savdo bo'lyapti akalar. 50 million narx aytilyapti. Ammo shved o'ta go'zal. Bola buqa. Mollar serob. Yan variantlar akalar, Estonimiz. 20 million 15 litr sutga yakka o'zi sotildi, bolasi qoldi akalar. Sigir bozordamiz. Yakka o'zi suvoyiga 20 millionga baraka. Navbatda yana barakalar aka. Sigirimiz sotildi hozir ma'lumotlar bilan. Baraka aytildi. Nech pul bo'ldi? Hoji aka? 10 bunisi bo'ldi, 29. Bunisimi? Ha. Ikkinchi bolasi. Bu shved baraka bo'pti akalar, uzr. 29 millionga baraka bo'pti. Ikkinchi bolasiga bolasini ko'rib qo'yamiz hozir. 29 million. Go'zal, chiroyli mol. Bo'ylari 130 atrofida. Bolasi xunajinmi buni aka? Ha, bu navoz aka. Bola novvosmi? Bola novvos 29 million. Bo'ylari 125-30 ga yaqin. Yaxshi. Barakasini bersin. Yetim buzoqsamiz akalar. 11 million narx aytilyapti ekan. 8 million savdo bo'ldi. Haftalik. Rosa chiroyli buzoq ekan.